Barchaga xayrli kun o'rtoqlar. Kecha futbolni ko'rdinglarmi? PSG bilan Inter o'ynagan Liga Chempionov. Men juda ham xursand bo'ldim PSG yutganiga. Nimaga? Men 5-0 hisob haqida gapirish niyatim yo'q. Bitta ta'sirlantirgan narsa Luis treneri PSJni oldin Barselonada trener bo'lgan va 2015-yil aynan Barselona Liga Chempionov yutganda aynan Barselonani treneri Luis bo'lgan va yutganda maydonga bayroq kichkina qizi bilan bayrog'i o'rnatgan. Ta'sirlangan joyim qizi 2019-yil rak, ya'ni suyak rakidan vafot etgan va kecha PSJning fanatlari o'sha flag qo'ygan, ya'ni 2015-yildagi olingan rasmni katta chiqarib bayroq qilib stadionda o'sha narsani ko'rsatishdi. Bu вообще нереально.